Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: Allohim, sen osmonlarning Robbi, yerning Robbi va ulug' arshning Robbisisan. Sen bizlarning Robbimizsan va barcha narsalarning Robbisisan. Sen donni ham, urug' danaklarni ham undirib o'stiruvchisan. Tavrot, Injil va Furqon, ya'ni Qur'onni nozil qilgan zot sensan. Men sendan barcha narsalarning yomonligidan panoh tilayman. Sen hamma narsani peshonasidan tutguvchisan. Ya'ni biror narsa sening izni irodangdan chiqib ketolmaydi. Allohim, sen avval bo'lgan azaliy zotsan. Sendan oldin biror narsa bo'lmagan. Sen abadiy qoluvchi, boqiy zotsan. Sendan boshqa biror narsa sening izningsiz abadiy qololmaydi. Sen zohiri bo'lgan barcha maxluqotlar ustida oliy zotsan. Sendan yuqori bo'lgan biror narsa yo'qdir. Sen barcha maxfiy narsalarni biluvchi zotsan. Biror narsa sendan yashirinib qoluvchi emas. Qarzlarimizdan o'zing xalos qilgin va bizlarni muhtojlikdan qutqarib, behojat insonlardan qilgin. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilganlar. Ushbu duo, ushbu zikr uyqudan oldin aytiladigan zikr duolarning biri. Musulmon kishi bu buyuk duoni yodlab, har kechada uxlashidan oldin aytmog'i juda afzal.